Yo bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan Daminator. Bugun biz sizlar bilan Anticraft serverini ko'rib chiqamiz va qanaqaligini aytib o'taman. Yaqinda Vibe bo'lib o'tdi. Siz ham kiring. IP ekraningizdda va opisaniyada bo'ladi. Siz mashhur Artifact degan youtuber haqida eshitgansiz, lekin uning rasmiy serveri haqida eshitganmisiz? Buni ko'p odamlar biladi va hozir ham o'ynaydi. U O'zbekistondagi eng mashhur serverlardan biri va uning onlayni 350 va 450 dan oshishi mumkin. Hozir unda eng yaxshi 3 ta rejim bor. Bulardan biri Anarxiya, bu klassik Anarxiya, bu server eng mashhur rejim. Asosiy maqsadingiz kuchayish va baza qurish va boshqa o'yinchilar bilan PvP qilasiz. Buni ko'p odamlar biladi va juda ham mazza qilib o'ynaysiz. Keyingisi Battle Royale. Bu rejim matchlar asosida o'tadi. O'yin boshlanganda juda ham zo'r bo'ladi. Bu yangicha rejim, ko'p serverlarda yo'q, O'zbekistonda ayniqsa. Va keyingi rejim SMP. Bu tinchroq survival rejimida. Unda uy qurib, ferma qilasiz. Juda ham bu yerda ham balto'p bor, ularga har xil kitlar beriladi va shulardan iborat. Siz ham kiring va o'zingizni lazzat olib o'ynang. O'zbekistondagi top 1 yoki top 3 serverlariga kiradigan bu Anticraft. Vibe tugagandan so'ng Baltopga 3 ta o'yin chiqqanlarga sovg'alar beradi. Imperator kiti, general kiti va afsona kiti. Bular 30 kunga. Va shundan so'ng siz har joyi grif qilgan, buzilgan joylaringiz xuddi shunday oddiy yerlarga o'xshatib qaytarilib kelinadi. Sizni shuncha yig'gan narsalaringiz bir joyda yo'q bo'linadi va noldan boshlaysiz Vibe'da. Hamma anarxiyada bordek, bu yerda ham Warpmine bor, o'ziga xos. Adminlar buni sal o'zgartirish kiritishgan, toshlarni ko'proq. Lekin legendarniy va epiklarga kelsa, olmos va nediritlar ko'payadi. Bu yerda enchant joyi ham bor. U yerda xohlaganingizcha 30 darajagacha sehrlasangiz bo'ladi. Xuddi shunday. Va Warp PvPga o'tsak, bu yerda juda ham kuchli janglar bo'lib o'tadi. Chunki klan targetlar ko'p bo'ladi. Bu yerda Anarxiya 3 ta klanga ko'p odam qo'shiladi. Warp PvP juda ham katta va Warp PvP test ham bo'lib o'tadi. Warp Castle'ga o'tsak, bu o'zi yaqinda qo'shilgan Warp. Bu yerda har xil shulkerlar bo'ladi va ularni buzib random narsalar tushirib olishingiz mumkin. Bu yerda 150 talik, 95 talik, 75 talik va 30 va undan kuchsizlari bo'ladi. Warp Castle juda ham katta. Bu yerda oddiy shulkerlarni buzish emas, PvPlar ham bo'lib o'tadi. O'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi videoga qanday video chiqarishimni yoki buni davomini chiqarishimni xohlasangiz, kanalga obuna bo'ling va kommentariyaga o'zingizni fikringizni qoldiring. Video sal qotgan bo'lsa yoki ovozim yaxshiroq eshitilmagan